Tong saharda Samarqandga ketayotgan edik. Gaz ham qoldi va biz zapravkaga keldik. Mana zapravkani oldi. Mana Samarqandni oldi. Bu ko'rib turgan binolaring yangigina 2 yil bo'ldimi qurilganiga deydi. Sal aniqroqda eskisi bor. Qo'ysam o'sha video uzun bo'lib ketardi. Hoziroq obuna bo'ling. Bu ajoyib rakvinani qaranglar, tugmasini bossa suv chiqadi. Restorandagilar buzuqson qilish uchun dinozavr olib keldi. Dinozavr shunday meni sizdi qo'limga. Telefon qo'limdan tushib ketdi-da. Ko'rasizlarmi? Monster restorani. Mana yon atrof. Bu esa mana chiqish. Like ham bosinglar. Restorandan chiqib Registonga bordik. Bu yerda chet elliklar ham kelarkan, men juda ko'p ko'rdim. Rasmlarga ham shunaqa zo'r tushadi, shunaqa idealni tushadi. Mobilograf desa ham bo'ladi, ularni. Kommentlar yozinglar. Samarqandga kelib binolarni, devorlarini ushlamasa uyat bo'ladi. Shuning uchun men ushadim. Boya Registonni tashqaridan ko'rdilaring, bu ichkari tomon. Mana bu narsa ham Registonning ichida bo'lgan. Bu akamiz esa rasm chizib o'tiribdi.